Nima uchun biz yillar davomida xafa bo'lib, o'tmishimizdagi voqealardan afsuslanib, achinib yuramiz? Ikkita ruhoniy bo'lgan ekan. Bittasi shogird, bittasi ustoz ruhoniy ekan. Ketayotganda ko'prikdan o'tmoqchi bo'lsa, ko'prikni sel yuvib ketibdi-da, daryoda endi ko'prik yo'q, u tomonida bir qiz o'tolmasdan yig'lab o'tirgan ekan. Ustoz ruhoniy oldiga borib, "Nimaga yig'layapsan? Bo'tam" desa, "Men u tomonga o'tolmayapman, sel yuvib ketdi ko'prikni, ertalabdan beri kutyapman, sizlar berib o'tqiza olmaysizlar" deb ruhoniylarga qarab umid ham qilmabdi. Katta ruhoniy shartta uni apichlab, yelkasiga olib, beliga o'tkazib qo'yibdi. Buni kuzatgan shogird ruhoniy ichida shuncha 10 yildan beri men uni o'qib kelyapman, ilmini o'rganib kelyapman, bu aytayapti, qizlarni qo'liga ushlash yoqda tursin, qarash ham mumkin emas deydi. O'zi apichlab olib o'tkazib qo'ydi deb borguncha miyasida o'ylab boribdi. Ibodatxonaga yaqinlashganda katta ruhoniy so'rabdi: "Nega ma'yus ko'rinasan? Nega siqilgan ko'rinasan bo'tam? Poklanib kirish lozim ibodatxonaga" desa, shogird ruhoniy aytib beribdi hammasini. "Siz mana shunday qildingiz, mana bunday qildingiz, mana bunday qildingiz" desa, "Sen qaysi qizni aytyapsan? Men bitta ariqdan o'tkazib o'sha yerda tashab kelgan qizni san hali ham ko'tarib yuribsan miyangda" degan ekanda. Qancha biz o'tmishdagi qizlarni miyamizda ko'tarib yuribmiz, qadrdonlar. Miyasida mana shunaqa qizlarni ko'p ko'tarib yuradigan yigitlarga yuboring deb qo'yish kerakmi? Yoki qizlarga yubor. Bu hammaga aytildi hozir.